Bolalar ertaga piknikka chiqmaymizmi? Piknik? Qanaqa bo'ladi u? Mana tasavvur qil, yam-yashil dala. Hop. Hozir do'stlar bilan birga tog'yon bag'riga yo'l oldik. Yetib olib piknik qilib eski do'stlarni qo'yib oldik. O'tirganda bolalar menga qo'lingdagi nima dedi? Ancha yurdim etmay endi etish payti kelib qoldi. Hozir qo'limda Honor X9 Smart. Shu paytgacha ko'rmaganman bunaqa sifat. 3 kunga yetadi, qo'ysang tez oladi zaryad. Udobni qo'lda ultra yupqa HD ekran. Hozir qo'limda Honor X9 Smart. Любой o'yinni ko'taradi, berolmaydi lak. Ilovalar tez ochiladi, umuman olganda bu narxga bundan zo'r telefonni sotib olishni kak. Maxsus funksiyalari yuzini taniydi, barmoq izini taniydi, kamerasi tiniq HD даже suvga ham chidmaydi. Вообще eskirmaydi, buni ko'pchilik bilmaydi, ko'zlariga ishonmaydi. Etsam Honorga ega bo'lish uchun pul yig'ish shart emas, o'ylab o'tirish shart emas. Muddatli to'lovga faqat bitta pasport bo'lsa bas. Qilmasdan xapas kelib do'konimizga olib ketasan mana labs. Eng zo'r magazin bu ishonch обязательно. Обязательно telefon kerak bo'lsa kevrasizlar желательно. Yeah. Обязательно. Reklamamidi? Chiqmayman. Bo'lmaydi. O'zing bor. Dachaga chiqamiz unda. Qanaqa bo'ladi u? Dachaga kirib qo'yamiz. Hop. Hop.